Chilla uyida nimalar borligi sizlarga ham qiziqmi? Kelinglar birgalikda ko'rib chiqamiz. Chilla uyiga kirishinglar bilan reseption bor, sizlarni kutib olishadi. Hamma sizga kerakli ma'lumotni shu qizlarimizdan olasiz. Mana bizda chaqaloqlarimiz tinmaydi, bir kunda 5 ta 6 talab bizda priyom bo'ladi. Bu baby room xonamiz. Baby roomda onalarimiz xonalarida dam olishganda bu yerda bolachalarimiz butun protsedurasini olishadi. Ko'pchilik o'ylaydi, bizda oddiy nyanyalar ishlaydi. Yo'q, bizda tibbiy ma'lumoti bor, juda ham zo'r hamshiralar ishlashadi. Har bir chaqalog'imizga o'g'il-qizligiga qarab shunaqa chiroyli qilib tayyorlab qo'yishadi. Hozir bitta xonamizni obzor qilib beraman. Bu chaqalog'imiz o'g'il bola bo'lgani uchun oldindan bilib olishadi. O'g'ilmi, qizmi, o'shanga qarab yasatib qo'yishadi. Xonalarimizni ko'ryapsizlarmi, chiroyliligini, balkonlari ham bor. Bemalol zavtrak qilib o'tirsa ham bo'ladi bu yerda. Markazimizda bunaqa xonalar juda ko'p. Sizlar ham bemalol kelaveringlar, sig'asizlar. Bu markazimizning 3-etaji, balkonli joyi, shunaqa yopiq qilib qo'yganmiz. Ko'ryapsizlar, onalar va bolalar dam oladigan joy. Keyin yana bitta zo'ri, bu balkonimizda 20 ta 30 talik joy qilib 5 yil ham o'tkazib yuborishsa bo'ladi. Bu meni konsultatsiya xonam. Hozir protsedura xonamni ko'rsataman. Bu bizani eng ayollarni tiklash etajimiz desam ham bo'ladi. Bu yerda massaj, hozir odam bor. Bu yerda yoga, bu meni xonam, kosmetologiya. Bu именно ayollarimiz qiynalishadi, tuqqandan keyin o'tirishga boshlarini yuvib qo'yadigan joy. Bemalol yotib spa головой olishadi. Bu fizioterapiya. Fizioterapiyada ham odam bor, lekin sekin ko'rsatishim mumkin. Mana bu meni xonam, har bir qizlarni yaxshi ko'rgan protsedurni xonam. Bu yerda chilla uyda yotgan patsientkalarimiz uходовый protseduralarga tushadi. Faqatgina chilla uyda yotgan emas, bemalol ko'chadan yozilib kelishingiz ham mumkin.